Siz masjidda namoz o'qiyapsiz, to'g'rimi? Masjidda sunnat o'qiyapsiz yoki bir nafl o'qiyapsiz, takbir aytilib qoldi. Nima qilishingiz kerak shu paytda? Mana bu hadis sizga javob bo'ladi. Iza uqimatis solatu fala solata illa al maktuba. Namozga takbir aytilib qolsa, uqimat degani takbir aytilib qolsa, farz namozidan boshqa namoz yo'q. Demak, siz sunnat o'qiyapsiz, takbir aytildimi, bo'ldi. Namozingizni buzasiz, borib imomga qo'shilasiz. Sizga u namozdan boshqa namoz yo'q. Shunga e'tibor qaratilsa yaxshi bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'qiveradi. Ba'zi joylarda imom o'qiydi, bir rakat o'qiydi, ikki rakat o'qiydi, hali odam burchakda sunnat o'qiveradi. Bu mumkin emas u. Bo'ldi, u buzib borish kerak. Ba'zi ulamolar u buzmasa ham buzilib ketadi dedi. Chunki mana Rasululloh nima dedi? Namozga takbir aytildimi, bo'ldi, undan boshqa namoz yo'q. Bu sizning namoz yo'q u. Bo'ldi, yo'q. Buzilib ketdi bu. Shuning uchun ham masjidga kirdingizmi, imom namoz o'qiyaptimi, borib qo'shiling. Hatto siz u namoz o'qigan bo'lsangiz ham borib qo'shiling, siz uchun nafl bo'lib qolaveradi.